Hürmetli vatandaş emlikçimizin devamını devamlaştırırız. Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengiz taktikasida zor o'zgarish yuz berib, bu davlat o'zi yolg'iz frontga atlandi. Mavzuli xabar 6-oyning 20-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Dengiz Armiyasi 7-skadronining qo'mondonlik shtabi 6-oyning 18-kuni xabar tarqatdi bunda ko'rsatdi. Stans belgilik avamadka va Regan ismli avamadkadan tashkillangan zarbadarlar atariti Filippin dengizida guruh bo'lishib manevr qildi. Ikki guruh zarbadarlar ataritidan kelgan harbiy aeroplanlar, harbiy parxodlar xalqaro ochiq dengizda birlashma harakat qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining yaqin kelgusida butun dunyoda o'zi yolg'iz bir necha avamadkadan tashkillangan amaliy kuchni saqlab kelalaydiganligini ko'rsatdi. Bu yil 4-oyning 23-kuni Amerika bilan Filippin mo'riga taraf birlashma harbiy manevr elib borgandan keyin Amerika Filippinda qoldirib qo'ygan 6 dona harbiy aeroplan bu qatimqi harakatga qatnashdi va Huangyandao orlig'i yaqin havo tavalligidan uchib o'tdi. Bu manevr tunji qatim Janubiy dengizda talash tartish bo'layotgan rayonlarda havo va dengiz vaziyat yaritib bildirib qo'yish harakati elib borganligi bo'lib hisoblanadi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Ashton Carter 4-oyning 28-kuni Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti guvohlik berish yig'ini qatnashganda mundaq ko'rsatgan edi. Huangyandao orli Janubiy dengizda talash tartish bo'layotgan boshqa orollarga o'xshash harbiy to'qinish keltirib chiqarish mumkin bo'lgan bir oroldir. Buning uchun Amerika bu orolga alayda ko'ngil biladi. 5-oyning boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okean dengiz armiyasining qo'mondoni admiral Harry Harris muxbirlar Huangyandao uchun urush qilamsizlar deb savol qo'yganda bu boshroq kulib qo'ygan. New York vaqt gazetining tasvirlashiga asoslanganda admiral Harry Harris shu vaqtda mundaq degan: har bir kishi vaziyatni kuzatganda bir oz g'oroq bo'ladi. Bu bir mas'uliyatdir. Mening armiyam bugun kechada urush qilishga tayyorlik qilish kerak. Bir dona avamadka jiddiy holatdan derak beradi. 2 dona avamadka birlashgan bo'lsa, bu urushga tayyorlik qilishdan derak beradi. Amerikaning o'xshash vaqtda Janubiy dengiz rayoniga 2 dona avamadka avatganligi oz uchraydigan bir ahvoldir. Bu albatta Amerikaning hargiz yumshoq qo'lliq qilmaydigan irodasini ko'rsatib beradi. Bu yil 5-oyda Filippinning prezidenti Aquino ayni chog'da Filippin Huangyandao'da jungo bilan tirkashganda Filippinning chekinib ketishining sababi Amerika aralashgan edi. Ya'ni Huangyandao'da 2012-yili Amerika jungo bilan Filippin chekinib tirkashganda Amerika bu ishga aralashib Filippinni chekinib ket deganda biz shuningla chekinib ketgan edik dedi. Amerika taraf to'qinishni pasaytib, har ikki tarafga yuz xatir qiladi. Mayli jungo, mayli Filippinga. Buningdan Amerikaning o'zini tutib olganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Endi bugun kun kelganda Huangyandao masalasida Amerika tushirgan eng oxirgi ultimatum shaklli ogohlantirishning ma'nosi intayin chunqur bo'ldi. Bu yaqinqi 2 yildan beri Amerika razved aeroplanlarining qayta eng tuvan uchish, razved qilish va Janubiy dengiz orollariga 12 dengiz milliy ishkirlab kirishiga birlashtirib qaraganligi bayqashqa bo'ladiki, agar buningdan burun Amerikaning Janubiy dengizdagi strategik ko'p hollarda ittifoqlashlarni oldin hisobga chiqarish deb qaraldigan bo'lsa, navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengizdagi harakatlari tabiiyki xatarlik
frontga özü çıkışga özgerdi. Bu elbette Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengiz masalasi bo'yicha taktikasining halqalaq o'zgarishi deb ko'rsatildi xabarda. Agar 2008-yili Amerika Janubiy dengiz talash tartishini o'ttirg'i chiqarganda Osiyo qaytib kelish uchun shundoq o'rinlashtirilgan deyilgan bo'lsa, undaqda bugun Amerikaning o'zining sapga atlanishi bu Osiyoga qaytib kelishni o'rinlashtirish masalasi bo'lmasa kerak. Agar Jungo Xonyanda Aralda qurilish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu hargiz yaxshi xabar hisoblanmasi kerak.